Salom aziz do'stlar va kanalimning qadrli obunachilari. Bugungi videomiz sizning, ayniqsa aziz nafaqaxo'rlarimizning diqqat markazida bo'lishi shart. Chunki unda moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiluvchi juda muhim yangilik haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, 2026 yildan boshlab siz majburiy to'lovlarning bir qismidan butunlay ozod bo'lishingiz mumkin. Bu nafaqat kichik bir o'zgarish, balki oilaviy byudjetingizga sezilarli yengillik olib keladigan katta imkoniyatdir. Bu qaysi to'lovlar ekanligi, kimlarga tegishli bo'lishi va buning uchun nimalar qilish kerakligi haqida bilishni istasangiz, videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Bu ma'lumot sizning shaxsiy moliyangiz uchun juda muhim. Hozirning o'zidayoq kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Shunda boshqa muhim yangiliklarni ham o'tkazib yubormaysiz. Muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgarmoqda, qadrdon tomoshabinlar. Avvallari nafaqaxo'rlar ham barcha boshqa fuqarolar qatori o'zlariga tegishli bo'lgan ko'chmas mulk uchun mol mulk solig'ini va yer uchastkasi uchun yer solig'ini to'lashlari shart edi. Garchi ba'zi cheklangan imtiyozlar, masalan, juda kichik yer uchastkalari yoki ma'lum turdagi mulklar uchun mavjud bo'lsa-da, ko'pchilik pensionerlar uchun bu imtiyozlar deyarli sezilmas edi yoki umuman qo'llanilmasdi. Misol uchun, shahar sharoitidagi standart 2 xonali kvartira egasi bo'lgan pensioner yoshiga yoki ijtimoiy holatiga qaramay mulkining kadastr qiymatidan kelib chiqqan holda har yili soliq to'lashi kerak edi. Xuddi shunday, qishloq joyida o'z hovlisi va yer uchastkasiga ega bo'lgan nafaqaxo'r ham har yili belgilangan miqdorda yer solig'ini to'lagan. Bu to'lovlar har bir alohida holatda katta miqdor bo'lmasa-da, umumiy hisobda nafaqaxo'rlarning shundoq ham cheklangan byudjetiga qo'shimcha yuk bo'lib tushar edi. Nafaqaxo'rlar ko'pincha dori-darmon, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat va boshqa zaruriy xarajatlar uchun pul topishga qiynalishadi. Bu kichikdek tuyulgan soliqlar ham ularning hayotiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatgan. Har yili soliqlarni to'lash vaqti kelganda ko'plab pensionerlar davlat soliq xizmatiga borib, navbatlarda turishga yoki to'lov terminallari orqali to'lashga majbur bo'lishardi. Bu jarayonning o'zi ham yoshi ulug' insonlar uchun qiyinchilik tug'dirardi. Endi esa azizlar vaziyat tubdan o'zgarish arafasida. Hukumat tomonidan qabul qilinayotgan yangi qonunchilik tashabbuslari va loyihalariga ko'ra 2026 yildan boshlab nafaqaxo'rlarga nisbatan mol mulk solig'i va yer solig'ini undirish tartibiga jiddiy o'zgarishlar kiritilishi kutilmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, belgilangan me'yorlar doirasidagi birinchi mulk va yer uchastkasi uchun nafaqaxo'rlar ushbu soliqlardan to'liq ozod etilishi mumkin. Bu yangilik mamlakatimizdagi har bir nafaqaxo'rning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, ularning moddiy ahvolini yaxshilash va hayot sifatini oshirish maqsadida qabul qilinmoqda. Hukumat keksa avlodni qo'llab-quvvatlashga, ularning zimmasidagi moliyaviy yukni kamaytirishga harakat qilmoqda. Bu nafaqat soliq yukini kamaytiradi, balki pensionerlarning turmush farovonligiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu o'zgarishlar ularga, masalan, sog'lig'ini yaxshilash, farzandlar yoki nabiralariga yordam berish, hatto kichik sayohatlar qilish uchun qo'shimcha mablag'ni tejash imkonini beradi. Shunday ekan, bu mavzu ayniqsa dolzarbdir. Asosiy qism nimalarni bilish kerak? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak? Xo'sh, bu yangilik aynan qaysi soliqlarga tegishli? Kimlar bundan foydalana oladi va qanday shartlar mavjud? Keling, buni juda batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa gap aynan mol mulk solig'i va yer solig'i haqida ketmoqda. Kommunal to'lovlar, masalan, gaz, elektr energiyasi, suv va maishiy chiqindilar uchun to'lovlar hozircha ushbu imtiyoz doirasiga kiritilmagan. Shuningdek, uy-joy kommunal xizmatlari uchun to'lanadigan majburiy badallar ham bu imtiyozga kirmaydi. Diqqatimizni faqatgina bevosita mulkka va yerga bog'liq bo'lgan majburiy soliq to'lovlariga qaratamiz. Kimlar ushbu imtiyozga ega bo'lishi mumkin? Barcha toifadagi nafaqaxo'rlar, ya'ni yoshga doir, nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi fuqarolar ushbu imtiyozdan foydalanish huquqiga ega bo'ladilar. Bu degani, agar siz qonuniy ravishda pensiya oluvchi shaxs bo'lsangiz, bu imtiyoz sizga tegishli bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Endi esa eng muhim savol, qanday shartlar bilan? Odatda bunda ijtimoiy imtiyozlar muayyan cheklovlar bilan beriladi. Xususan, ushbu imtiyoz odatda birinchi turar joy mulkiga, kvartira yoki xususiy uy va unga tegishli bo'lgan birinchi shaxsiy tomorqa yer uchastkasiga nisbatan qo'llaniladi. Ya'ni
Agar sizda bitta kvartira va bitta hovli joylashgan yer uchastkasi bo'lsa, siz bu soliqlardan to'liq ozod bo'lishingiz mumkin. Lekin mulkning hajmi yoki qiymati bo'yicha ham cheklovlar bo'lishi mumkin. Masalan, juda katta. Hashamatli deb hisoblanadigan mulklar yoki belgilangan me'yordan ortiqcha yer uchastkalari uchun to'liq imtiyoz qo'llanilmasligi mumkin. Odatda standart kvartiralar va uy-joylar, masalan, 120 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar yoki 6 kvadrat metrlik kvartiralari hamda 6 sotuq atrofidagi yer uchastkalari uchun imtiyoz to'liq amal qilishi kutiladi. Aynan 2026 yil uchun qonunchilikda aniq kvadrat metr yoki sotuq cheklovlari belgilanishi mumkin. Shuning uchun bu ma'lumotlarni keyinchalik aniqlashtirish juda muhim. Ushbu imtiyoz qachondan kuchga kiradi? Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra bu o'zgarishlar 2026 yil 1 yanvardan boshlab amal qila boshlaydi. Bu degani 2025 yil uchun soliqlar eski tartibda to'lanadi. Ammo 2026 yil va undan keyingi davrlar uchun to'lovlar yangi tartibga asosan hisoblanadi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar sizda bir nechta ko'chmas mulk obyekti mavjud bo'lsa, masalan, ikkita kvartira yoki bir uy va bir nechta yer uchastkasi, unda siz qaysi mulk uchun imtiyozni qo'llashni tanlashingiz kerak bo'ladi. Odatda imtiyoz qiymati eng yuqori bo'lgan mulkka nisbatan qo'llansa, ko'proq foyda keltiradi. Lekin qolgan mulklar uchun soliq to'lashingizga to'g'ri keladi. Shuningdek, tijorat maqsadlarida ishlatiladigan mulklar, masalan, ijara uchun berilgan do'konlar, ofislar, ishlab chiqarish sexlari uchun bu imtiyoz umuman amal qilmasligi kutiladi. Bu shuni anglatadiki, agar siz pensioner bo'lsangiz, shunday tijorat mulkiga ega bo'lsangiz, ushbu mulklar uchun soliq to'lashda davom etasiz. Kimlar tashvishlanmasligi kerak va kimlar katta foyda ko'radi? Eng ko'p foydani bitta standart turar joy mulkiga, kvartira yoki xususiy uy va unga tegishli bo'lgan bitta shaxsiy tomorqa yer uchastkasiga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar oladi. Ular 2026 yildan boshlab ushbu soliqlardan to'liq ozod bo'lishlari mumkin. Bu oilaviy byudjet uchun yiliga sezilarli darajada tejash imkonini beradi. Keling, real hayotiy misollar bilan ko'rib chiqaylik. Bir misol. Toshkent shahridagi pensioner. Aytaylik, Toshkent shahridagi Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qilib o'tuvchi 7 yoshli Oyisha Momo 65 kvadrat metrli 2 xonali kvartiraga egalik qiladi. Bu kvartiraning kadastr qiymati o'rtacha 400 million so'm deb hisoblaylik. Amaldagi soliq stavkalariga ko'ra, masalan, 0,25 dan Oyisha Momo yiliga taxminan so'm mol mulk solig'i to'lashi kerak edi. 2026 yildan boshlab. Yangi imtiyoz tufayli Oyisha Momo bu 2 million so'm soliqdan to'liq ozod bo'ladi. Bu uning uchun nafaqasiga qo'shimcha katta mablag' hisoblanadi. Chunki bu pulga u bir yillik dori daromonining ancha qismini sotib olishi yoki oziq-ovqat xarajatlarini qoplashi mumkin. Buning uchun har yili million so'mlik tejashni anglatadi. Ikki misol, qishloq joyidagi pensioner. Faraz qilaylik, Sirdaryo viloyatining O'g'oltin tumanida yashovchi 75 yoshli Murod bobo 100 kvadrat metrli hovli uyiga va 4 sotok tomorqa yer uchastkasiga ega. Uyi uchun kadastr qiymati 2,5 million so'm. Yer uchastkasi uchun esa qishloq joylarga belgilangan bazaviy stavka bo'yicha, masalan, sotok uchun 200 ming so'm soliq to'laydi. Mol mulk solig'i 0,25 badidi stavkada 0,25 ming so'm bo'ladi. Yer solig'i esa 1 sotok uchun 200 ming so'm. Jami Murod bobo yiliga 1,25 ming so'm soliq to'lashi kerak edi. 2026 yildan boshlab Murod bobo ham bu soliqlardan to'liq ozod bo'ladi. Bu degani u har yili 4 million so'mdan ortiq pulni o'z ehtiyojlariga sarflashi mumkin. Bu uning uchun pensiyasiga katta yordam bo'ladi. 3 misol, 2 kvartirali pensioner. Tasavvur qilaylik, Samarqand shahridagi 18 yoshli Zuhra xola 2 kvartiraga egalik qiladi. Biri o'zi yashaydigan 75 kvadrat metrlik kvartira, kadastr qiymati 5 million so'm va ikkinchisi farzandiga yordam sifatida sotib olingan. Hozirda ijaraga berilgan 5 kvadrat metrlik kvartira, kadastr qiymati 320 million so'm. Zuhra xola yangi imtiyoz doirasida faqat bitta mulkiga nisbatan imtiyoz olishi mumkin. U albatta kadastr qiymati yuqori bo'lgan, ya'ni o'zi yashaydigan 75 kvadrat metrlik kvartirasi uchun imtiyozni tanlaydi. Bu kvartira uchun to'lanadigan ilk 25 million so'm 0,25% stavkada soliqdan ozod bo'ladi. Ikkinchi, ijaraga berilgan kvartirasi uchun esa 875 ming so'm mol mulk solig'ini to'lashda davom etadi. Bu yerda Zuhra xola baribir yiliga 1 million so'm tejayapti, bu ham katta yutuq.
Bir misol, katta va qimmat mulkka ega pensioner. Farg'ona vodiysida yashovchi yetim 2 yoshli Asadbek aka juda katta. 300 kvadrat metrlik hashamatli uyga va 12 sotik yer uchastkasiga egalik qiladi. Uning uyining kadastr qiymati 2 milliard so'mdan oshadi. Bunday hollarda qonun bilan belgilangan imtiyoz standart o'lchamdagi mulk uchun amal qiladi. Masalan, 20 kvadrat metr uy va 6 sotik yer. Asadbek aka o'zining katta mulkining faqat bir qismi uchun imtiyoz olishi mumkin. Masalan, u 20 kvadrat metr uy maydoni va 6 sotik yer uchun soliqdan ozod bo'ladi. Qolgan bir qaqasi kvadrat metr uy maydoni va 6 sotik yer uchun esa soliqni to'lashi kerak bo'ladi. Uning uchun to'liq ozodlik emas. Balki qisman imtiyoz qo'llaniladi. Bu holatda u baribir bir necha million so'm tejashi mumkin, lekin to'liq ozod bo'lmaydi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, imtiyozlar barcha mulklarga bir xilda qo'llanilmaydi. Ayniqsa yuqori qiymatli yoki katta o'lchamdagi mulklar uchun. Umid qilamanki, bu misollar kimlar bu imtiyozdan to'liq foydalanishi va kimlar cheklovlar bilan duch kelishi mumkinligini aniq tushuntirdi. Asosiy qism 2. Istisnolar. Qaltisiyatlar va noaniq nüanslar har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi bu imtiyozda ham istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan qaltisiyatlar va noaniq nüanslar mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. Istisnolar. 1. Tijorat maqsadlaridagi mulklar. Agar siz pensioner bo'lsangiz ham sizga tegishli bo'lgan mulk tijorat faoliyati uchun ishlatilsa, masalan, do'kon, ofis, omborxona yoki ishlab chiqarish maydoni sifatida, u holda ushbu mulklar uchun mol mulk solig'i va yer solig'i imtiyozga tushmaydi. Bunday mulklar uchun soliqlar umumiy tartibda to'lanishi shart. Bu qoidaning asosiy sababi shundaki, imtiyoz ijtimoiy himoya maqsadida, ya'ni pensionerning turar joyini saqlab qolish va uning asosiy ehtiyojlarini qoplash uchun beriladi. Tijorat faoliyatidan olinadigan daromadni rag'batlantirish uchun emas. 2. Bir nechta mulk egaligi yuqorida aytib o'tganimizdek, imtiyoz odatda faqat bitta turar joy mulki va bitta yer uchastkasi uchun beriladi. Agar sizda bir nechta kvartira, uy yoki yer uchastkasi bo'lsa, siz soliq organlariga murojaat qilib, qaysi mulkingizga imtiyoz qo'llanilishini o'zingiz tanlashingiz kerak bo'ladi. Tanlov odatda eng qimmat mulkka nisbatan qilinadi. Chunki bu eng katta miqdorda soliqni tejash imkonini beradi. Qolgan mulklar uchun soliq to'lashda davom etiladi. Uch belgilangan me'yordan ortiqcha mulk. Agar sizning uyingiz yoki yer uchastkangiz qonunda belgilangan maksimal maydon me'yorlaridan sezilarli darajada oshib ketsa, imtiyoz faqat belgilangan me'yor doirasidagi qismiga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Misol uchun, qonunda pensionerlarga 1 kvadrat metrgacha bo'lgan turar joy maydoni uchun imtiyoz berilishi ko'zda tutilgan bo'lsa-yu, sizning uyingiz 2 kvadrat metr bo'lsa, u holda 1 kvadrat metr uchun imtiyoz olinadi. Qolgan 100 kvadrat metr uchun esa soliq to'lanadi. Qaltis jihatlar. 1. Avtomatik emas, balki ariza asosan berish. Ko'plab ijtimoiy imtiyozlar singari bu imtiyoz ham avtomatik tarzda berilmasligi mumkin. Ya'ni, siz pensiyaga chiqqaningiz yoki 2026 yil kelganligi sababli soliq organlari sizni avtomatik ravishda soliqdan ozod qilmaydi. Aksincha, siz davlat soliq xizmatining mahalliy bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilib, tegishli ariza bilan chiqingiz kerak bo'ladi. Bu qaltis jihatni bilmaslik imtiyozdan mahrum bo'lishingizga olib kelishi mumkin. Shuning uchun juda diqqatli bo'ling va o'z vaqtida murojaat qilishni unutmang. 2. Ariza berish muddatlari. Har qanday arizani topshirish uchun belgilangan muddatlar mavjud. 2026 yil boshidan imtiyozlardan foydalanish uchun ehtimol 2025 yilning oxiri yoki 2026 yilning boshida belgilangan muddatlarda murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu muddatlarni o'tkazib yubormaslik juda muhim. Aks holda imtiyoz keyingi hisobot davridan boshlab qo'llanilishi mumkin. Soliq organlari e'lon qiladigan muddatlarni diqqat bilan kuzatib boring. U talab qilinadigan hujjatlar ariza bilan birga shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, pensiya guvohnomasi va mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr hujjatlari, texnik pasport nusxalarini taqdim etishingiz talab qilinadi. Ba'zi hollarda agar mulk bir nechta shaxsga tegishli bo'lsa, ularning roziligi yoki notarial tasdiqlangan hujjatlar ham so'ralishi mumkin. 4. Qonunchilikdagi o'zgarishlar. Qonunlar va qoidalar doimiy ravishda yangilanib turadi. Hozir muhokama qilayotganimiz imtiyozning aniq shartlari, me'yorlari va qo'llash tartibi 2026 yilga qadar o'zgarishi yoki aniqlashtirilishi mumkin.
Shuning uchun doimiy ravishda rasmiy manbalardagi yangiliklarni kuzatib borish juda muhimdir. Mening kanalimga obuna bo'lib, xabarnomalarni yoqib qo'ysangiz, bunday muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaysiz. Noaniq nuanslar, birgalikda egalik. Agar mulk bir necha shaxsga, masalan, pensioner va uning voyaga yetgan farzandlariga birgalikda tegishli bo'lsa, imtiyozni qo'llashda ba'zi nuanslar paydo bo'ladi. Odatda imtiyoz faqat pensionerga tegishli bo'lgan ulushga nisbatan qo'llaniladi. Misol uchun, agar uyning yarmi pensionerga, yarmi esa uning farzandiga tegishli bo'lsa, pensioner o'z ulushi uchun soliqdan ozod bo'ladi. Farzandi esa o'z ulushi uchun soliqni to'lashi shart. Bu holatda soliq organlariga murojaat qilib aniq tushuntirish olish zarur. Ikki mulkining o'tkazilishi. Agar pensioner o'zining avvalgi mulkini sotib, boshqa bir mulkni sotib olsa, imtiyoz yangi mulkka avtomatik tarzda o'tadimi? Odatda imtiyoz shaxsning pensiya maqomiga va unga tegishli bo'lgan mulkka beriladi. Demak, mulk almashtirilganda ham qayta ariza yozish orqali imtiyozni yangi mulkni rasmiylashtirish mumkin bo'ladi. Biroq bu jarayon uchun qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. O'ti, vaqtinchalik yashovchilar, migrantlar. Agar pensioner uzoq muddatga chet elda yashasa, lekin O'zbekistonda mulki bo'lsa, u bu imtiyozdan foydalana oladimi? Ko'pincha bunday imtiyozlar mamlakatning rezidentlari va doimiy yashovchilari uchun mo'ljallangan bo'ladi. Agar siz O'zbekiston rezidenti bo'lmasangiz, ya'ni soliq maqomiga ko'ra chet el rezidenti hisoblansangiz, bu imtiyozdan foydalanishda qiyinchiliklar tug'ilishi mumkin. Bu masalani aniqlashtirish uchun soliq kodeksining tegishli bandlarini va rasmiy izohlarini o'rganish kerak bo'ladi. 4. Munosabatlarni aniqlash. Agar siz imtiyozga ega bo'lish huquqiga ega ekanligingizga ishonchingiz komil bo'lmasa yoki qandaydir savollaringiz bo'lsa, eng to'g'ri yo'l Davlat soliq qo'mitasining ishonch telefonlariga murojaat qilish. Davlat soliq xizmatlarining joylardagi bo'limlariga shaxsan borish yoki MyPokokov uz portali orqali onlayn maslahat olishdir. Shuningdek, mahalliy davlat xizmatlari markazlari ham bunday masalalarda yordam bera oladi. Rasmiy manbalardan olingan ma'lumot har doim eng ishonchli bo'ladi. Amaliy maslahatlar tomoshabin nima qilish kerak? Aziz do'stlar, endi siz bu muhim imtiyoz haqida bilasiz va uning shartlari. Istisnolar haqida ham tushunchaga egasiz, lekin shunchaki bilishning o'zi kifoya qilmaydi. Bu imtiyozdan samarali foydalanish uchun aniq amaliy qadamlar qo'yishingiz kerak. Keling, har bir qadamni batafsil ko'rib chiqaylik. Hozirdanoq 2024-2025 yillar nima qilishingiz kerak? Mulk hujjatlaringizni tartibga soling. Eng avvalo, sizga tegishli bo'lgan kvartira, uy yoki yer uchastkasining kadastr hujjatlari, texnik pasporti va egalik huquqini tasdiqlovchi boshqa barcha hujjatlarning tartibda ekanligiga ishonch hosil qiling. Hujjatlarning amaldagi holati, ularning ishonchliligini tekshiring. Agar hujjatlarda biron bir nomuvofiqlik, xato yoki eskirgan ma'lumotlar mavjud bo'lsa, ularni hozirdanoq to'g'irlash choralarini ko'ring. Kadastr idorasiga murojaat qilib, barcha ma'lumotlar dolzarb ekanligini tasdiqlating. Masalan, agar sizning pasportingiz o'zgargan bo'lsa, familiya o'zgarishi, yangi ID karta olish, kadastr ma'lumotlaridagi shaxsiy ma'lumotlaringiz ham yangilanganligiga ishonch hosil qiling. Bu keyinchalik ariza topshirish jarayonida vaqt yo'qotishingizning oldini oladi. 2025 yil oxiri 2026 yil boshida nima qilishingiz kerak? Rasmiy e'lonlarni kuzatib boring. 2025 yilning oxirlaridan boshlab va 2026 yilning dastlabki oylarida Davlat soliq qo'mitasi, Moliya vazirligi va Davlat xizmatlari agentligi kabi rasmiy idoralarning veb-saytlaridagi yangiliklarni, tele ko'rsatuvlar va gazetalardagi rasmiy e'lonlarni diqqat bilan kuzatib boring. Imtiyozning aniq qoidalarini, ariza berish tartibini va muddatlarini o'rganing. Imkon bo'lsa, mahalliy soliq inspeksiyasiga telefon orqali qo'ng'iroq qilib yoki shaxsan borib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob oling. Bu davrda aniq me'yorlar va qo'llash mexanizmlari batafsil e'lon qilinadi. Kerakli hujjatlarni tayyorlang. Yuqorida aytib o'tilganidek, ariza berish uchun bir nechta asosiy hujjatlar talab qilinadi. Ularning barchasini oldindan tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta asli va nusxasi. Pensiya guvohnomasi asli va nusxasi. Bu sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr pasporti, ko'chmas mulkning texnik pasporti, asli va nusxasi. Bu mulkning sizga tegishli ekanligini va uning asosiy xususiyatlarini tasdiqlaydi. Agar mulk bir nechta shaxsga tegishli bo'lsa,
qolgan egalarining roziligi yoki ularning shaxsiy ma'lumotlari. Ehtimol. Turar joydan ma'lumotnoma, propiska to'g'risida. Qayerga borish kerak? Imtiyozdan foydalanish uchun ariza topshirishingiz mumkin bo'lgan asosiy joylar davlat soliq xizmatining mahalliy bo'limlari, soliq inspeksiyalari. Bu eng asosiy manzil bo'ladi. U yerda mutaxassislar sizning savollaringizga javob beradi va arizangizni qabul qiladi. Davlat xizmatlari markazlari, DXM. Bu markazlar ko'plab davlat xizmatlarini yagona darj tamoyili asosida taqdim etadi. Soliq imtiyozlariga oid arizalarni qabul qilish ham ularning vakolatiga kirishi mumkin. Bu joylar odatda qulayroq va navbatlar kamroq bo'lishi mumkin. My.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlar portali. Agar bunday imkoniyat yaratilsa, siz bu portal orqali uydan chiqmasdan turib elektron shaklida ariza topshirishingiz va hujjatlarning skanerlangan nusxalarini yuklashingiz mumkin bo'ladi. Bu eng qulay usul bo'ladi. Hozirdanoq My.gov.uz saytida ro'yxatdan o'tib, uning imkoniyatlari bilan tanishib chiqing. Nima yozish kerak? Arizani to'ldirishda ehtiyot bo'ling. Odatda ariza blankasi soliq organlarida yoki DXMlarda beriladi. Unda siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, pensiya guvohnomangiz raqamini, mulkingiz haqidagi ma'lumotlarni, kadastr raqami, manzili maydoni va qaysi soliq turidan ozod qilinishingizni aniq ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda bir nechta mulk bo'lsa, imtiyozni qaysi mulkingizga qo'llashni istayotganingizni ham aniq belgilang. Agar ariza blankasi bo'lmasa, uni qo'lda yozishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Bunda u erkin shaklda, lekin barcha muhim ma'lumotlar kimdan. Murojaat sababi talab qilingan imtiyoz mulk ma'lumotlari aniq ko'rsatilgan bo'lishi lozim. O'tin, oxirgi daqiqaga qoldirmang. Odatda yangi imtiyozlar kuchga kirganda murojaatlar soni keskin ortadi. Shuning uchun barcha ishlarni oxirgi daqiqaga qoldirmang. Imtiyozdan foydalanish huquqini rasmiylashtirish uchun belgilangan muddatlar boshlanishi bilan harakatni boshlang. Bu ortiqcha ovoragarchilik va stressdan qochishga yordam beradi. 4. Noaniqliklarni aniqlashtiring. Agar qonunchilikdagi ba'zi bandlar yoki tartiblar sizga tushunarli bo'lmasa, o'zingiz taxminlar qilib o'tirmang. Doim rasmiy manbalarga murojaat qiling. Telefon orqali yoki shaxsan muloqot qilish orqali barcha noaniq savollaringizga javob toping. Soliq maslahatchilari yoki yuridik xizmatlar ham sizga yordam bera oladi. Ushbu amaliy qadamlarga rioya qilsangiz, siz 2026 yildan boshlab mol-mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha berilishi kutilayotgan imtiyozlardan to'liq muammosiz foydalana olasiz. Xulosa va yakuniy huquq xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, 2026 yildan boshlab mamlakatimiz nafaqaxo'rlari uchun mol-mulk solig'i va yer solig'idan katta miqyosdagi imtiyozlar joriy etilishi kutilmoqda. Bu imkoniyat sizning oilaviy byudjetingizga sezilarli yengillik olib kelib, yashash sharoitingizni yaxshilashga xizmat qiladi. Endi siz bu muhim o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumotga ega bo'ldingiz. Qaysi soliqlarga tegishli ekanligini, kimlar imtiyozdan foydalana olishini, qanday shartlar va cheklovlar mavjudligini, shuningdek amaliy qadamlarni bilib oldingiz. Unutmangki, bu imtiyozdan to'liq foydalanish uchun siz faol bo'lishingiz, kerakli hujjatlarni tayyorlab, o'z vaqtida tegishli organlarga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Men bu videoda sizga barcha zarur ma'lumotlarni imkon qadar tushunarli va batafsil tarzda yetkazishga harakat qildim. Endi sizning navbatingiz. Ushbu yangilik haqida qanday fikrdasiz? Bu imtiyoz sizga qanchalik foydali bo'ladi deb o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, ularni ham berishingiz mumkin. Bu videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab muhim va foydali ma'lumotlar kutmoqda. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.